Tövəndə diqqətinizə İg'lik tiklash melodiyasi nomli kitobimning sog'lomlik haqida yozilgan qismdan taqdim qilgan yozmam Yig'lama qor ko'z. Yig'lama qor ko'z. Ko'krak rakiga giribtor bo'lg'uvchilarga bag'ishlayman. Agar sen o'z badaningdagi o'zgarishga diqqat qilmaydigan odam bo'lsang, har qancha muvaffaqiyatli yashayapman deb o'ylaganing bilanmi, eng beparvo odam hisoblansan. Xotiramdan. Ko'z yoshlarim temib zumratdak tushar, sirg'ib tushsa barcha yurakni ezar. Azaplarga kularkan, xayrsizlarim siz ketarkan. Adil Sidiqning Muhabbat nomli naqshini anglatib, bu naqshining yana bir variantini she'r qilib yozish kerakdek his qildim. Agar men uni yozgan bo'lsam, mundaq yozatdim. Tunji qitim ko'rgunimda qora ko'z qiz, lahang bo'lib yutib olg'im kelgan edi. Kulib qo'ysang, erib ketdim shu amalla, yuragimni pichirlidi so'ygin dedi. Aydın kecha ko'l bo'yida o'ltirganda, mayin shamol qari ko'zga ko'ygin dedi. Ko'zlaridan oqtirmi yosh vafo qil deb, hatto paqa suv ichidan ko'kiradi. Men sizga bu yerdagi bir ta'sirlik voqelikni, qari ko'zga ko'ygan qarqashli yigitning muhabbat hikoyasini aytib beray. Mening Harvardning sayya sistemasida xizmat qilganimni hem ayolimning Bostondagi mashhur doktorxona, bas Israel Dekkinsda doktorlik qildig'ini biladigan, iqtisod va sayya haqidagi leksiyalarimni izchil turda anglab kelayotgan ini yo'lliq bir o'quvchim, ya'ni men uni qarqashli yigit deb atadim. Zo'r umid ichida men bilan aloqalashdi. Men uning so'zlarini anglab o'tib, bu hozirgi zamonning ta'sirli bir muhabbat hikoyasi ekan deb o'yladim va qaysi bir xalq naqshidagi bunu misralarni esimga oldim. Cho'loq bo'lsang qari ko'z bo'lmandim qo'ling, gachi bo'lsang qari ko'z bo'lay bulbuling, ma'almisang qari ko'z baxmamdingmi yutib, ma'qul desang so'zimga o'timan suyib. Qaraqashliq bu vafodor yigitning oliy maktabda tepishgan maktabning saynalarida, aydin kechalarda, ko'lning bo'ylarida juplab izdir qolgan sahib jamol so'ygini bo'lib, men bu zibo qizni qari ko'z deb atadim. Qarqashliq yigitning so'zlaridan uningdagi cho'nqur azob bilinib turadi. Chunki u qari ko'z bilan to'ylashishga bitishib to'yga az qolganda, qari ko'zning salomatligi nacharlab doktorxonaga borsa, doktor qari ko'zga bir shum xabarni, ya'ni uning sut bezi rakiga giribtor bo'lganligini yetkazadi. Hikoya mushu yer kelganda o'qirmanlar cho'qim shu topda qari ko'zning qanchalik parishonlikqa va umidsizlikka cho'kkanligini his qila oladi. O'zi so'ygan qizning beshiga kelgan o'qibatdan xabar topgan qarqashli yigit barliq amallar bilan qari ko'zga yordam qilib, uning ko'ngil bo'lish, xo'shallik, xotirjamlik, ozodlik bag'ishlash orqali o'zining yuksak muhabbatini ifodalashga tirishadi. Uning mening bilan aloqa qilishi sut bezi rakini davolash haqida ayolimning yordami bo'lamdi yo'q degani so'rab beqish, hech bo'lmasa yangi dorilar uchur bo'lsa-mu, shuning xabarini elish uchun ekan. Yurtdan bu xildagi yordam va maslahat so'rash xatlari uchurlari kelib turganligi va ayolimning qanchalik qila oladiganligini biladiganim uchun men qarqashli yigitga ikki uchurni berdim. Biri uning muhabbatiga sodiq, vafodor yigit ekanligini maqtadim. Hamda qari ko'zga adoqchi ega chiqishni umid qilganimni, buning insonlik majburiyat va erkaklik mas'uliyat ekanligini samiga soldim. Ustozlarcha, qarindoshlarcha ro'y madad berishga tirishdim. Yana biri maslahat har qancha esil bo'lsa-mu, uning quruq bo'lsa bo'lmaydiganligi, eg'izdan chiqqan so'zga loyiq amaliyot bo'lishining muhimligini bilganim uchun munosabat to'g'rimdagi mushu sahadagi nopozliq bir mutaxassisning bu bir jup yoshga yordam qildiganlik haqidagi va'dasini olgandan keyin shu mutaxassisni izlashni topaladim. Demak, bu suhbat bir necha kunga so'zildi. O'qirmanlar balkim marhum ovoz artisti Munavvar Ablatxonimni biladi. Bulbuldak yiqimliq ovozi bor illiq chiroy ayol Munavvar Ablatxonim
dal mushu nejiz kasal sut bezi rakining qurboni bo'ldi. Uning aramizdan ketganiga bir necha yillar bo'lgan bo'lsa-mu, o'zining qisqagina hayotida xalqimizning ma'naviy hayotini betishga qo'shgan to'psini, yaxshini unutmaydigan kishilar unutmadi. Ham u xonimni aslab turdi, jumladan mana shu. Qarko'zning hikoyasini olgandan keyin va Munavvar xonim yodimga yetgandan keyin mening kallamga bir tarafdan sut bezi raki giribdor bo'lgan, texi turmushliq bo'lmagan Qarko'zning ahvoli kirib olgan bo'lsa, yana bir tarafdan xonim qizlarni azobga duchor qilayotgan va hatto mening ba'zi yaqin kishilarimni sarasimga solgan bu kasalning yuz berish sabablari, alomatlari va davolash usullari haqida iznib beqish o'yi tug'ildi. Men Qarko'zlarimizning azob tortmasligi, ümidsizlik ichida yosh to'kmasligini chin dilimdan umid qilganim uchun cho'lti bo'lsa bu yozmani tayyorladim. Chunki biz o'zimizni bilib, tonib, aql va idrok bilan yashagandilar. Yuz bergan ishlarga ilmiy tadbir bilan taqobil turgandilar. Atalarning sabab qilsang so'vat suv to'xtaydi degan hikmatli so'zini amaliyatimizga tatbiqlaganimizda ko'zimizdan yosh to'kilishning o'rniga kulki to'kildigan bo'ladi. Xo'sh, endi men sog'lomlik savodini boshlayman. Sut bezi raki ayollarda ko'rilgan kasallik bo'lib, u ayollarning ko'kragiga hujayralarning benormal yo'g'inab ketishidan bo'ladi. Bu hujayralar yo'g'inab faqat rentgen orqali ko'rgili bo'ladigan o'sma yoki qo'l bilan tutish orqali bilgili bo'ladigan qadoqchini shakllantirdi. Agar yo'g'ingan bu hujayralar to'qilmalarga tajovuz qilsa va hatto badanning boshqa qismlariga taralsa, u yomon sifatli rak bo'lgan bo'ladi. Tibbiy xodimlarning bayqishicha, sut bezi raki ko'krakning o'xshamagan qismlaridan boshlansimi, ko'pinchisi sutni ko'krak to'pchisiga to'shiydigan naychilarda shakllangan. Ya'ni ba'zilari sut ishlab chiqaradigan bazdan boshlangan ekan. Doktorlar yana ko'krakda shakllangan qadoqning hammasining rak bo'lmaydiganligini eskartdi. Bularning ba'zilari yaxshi sifatli o'sma bo'lib, ular ko'krakning sirtiga tarmaydi. Bemorning hayotiga xavf yetkazmaydi. Lekin ularning ba'zilarining sut bezi rakiga aylanish ehtimolligi bor. Shunga xonim qizlar cho'qim ko'krakning sog'lomligiga ahamiyat berib, uni qarorlik tekshirib turishi va ko'krakda o'sma bo'lsa, uning yaxshi yoki yomon sifatli ekanligini darhol oydinlashtirib, shuning qarab tadbir olmoq lozimdir. Chunki rak hujayralari qon yoki limfa sistemasiga kirib, badanning boshqa qismlariga kengayib ketsa, hayotlikka tahdid soladi. Undaqda sut bezi raki qanday shakllanadi? Tibbiy xodimlarning ko'rsatishicha, kishilarning genidagi g'ayri o'zgarish normal ko'krak hujayrasining rakka aylanishini keltirib chiqaradi ekan. Bu o'zgarishlarning ba'zisi ajdodlardan irsiyat qolgan bo'ladi. Irsiyat omilidan boshqa yana kishilarning turmush usuliga aloqador bo'lgan sabablarmi? Masalan, nima iste'mol qilish, qanchalik tanarkat bilan shug'ullanish qatorliq omillar va hamda yashayotgan tabiiy muhitmi kishilarning sut bezi rakiga giribtor bo'lish ehtimolini oshiradi ekan. Ba'zi tadqiqotchilar ko'krak rakining paydo bo'lishida gormonning roli borligini qayd qilishgan bo'lsa-mu, ammo bu haqdagi bilish texcha boshlang'ich saviyada. Amerikada sut bezi raki bilan og'rigan ayollar teri rakidan qolsalar eng ko'p sonda bo'lib, Amerika rak jamiyatining mo'ljaricha bu yil 252.017 nafar ayol sut bezi raki bilan og'riydi ekan. 40.610 ayol bu kasal bilan qazo qildi ekan. Umumiy jihatdagi statistikaga asoslanganda, bir ayolning sut bezi raki bilan qazo qilishining ehtimolligi 2.7% bilan 7%. Ya'ni har 37 ayolning ichida bir ayol mush kasal sababli qazo qildi degan gap. Bu kasalning yaqinqi yillardagi yuzilishidan qaraganda, oq va qora tanlik ayollarning bu kasalga giribtor bo'lish nisbati boshqa erkak ayollarga qaraganda eshib mangan. Meditsina texnikasiga ilgirlash, ya'ni sut bezi rakini tekshirish orqali burun bayqash, bu haqdagi sog'lomlik bilimlarini egallab, oldin ola tadbir qo'llanish va hamda kundan kunga yaxshilanayotgan davolash texnikalari sababli 1989 yildan 2007 yilgacha bo'lgan aralıqda bu kasal tufayli bo'lgan o'lim yetimi nisbati tuvanlashga boshlagan bo'lib, 50 yoshdan tuvan ayollardagi o'lim yetimining tuvanlashida cho'ng o'zgarish bo'lmagan bilan, yashangan ayollarning bu sababli o'lib ketishi nisbatan tuvanlagan. Ya'ni o'lib ketish nisbati tuvanlagan. Mazkur maqola yozilayotgan mush paytda Amerikadagi sut bezi rakiga giribtor bo'lib davolanish orqali hayot yashayotgan ayol bemorlarning soni 3 milliondan ortiq. Navbatda dunyo miqyosida meditsina tadqiqotchilari sut bezi rakiga giribtor bo'lishining oldini olish, kasalni burun bayqash, davolash va hamda bu kasaldan omon qolgan bemorlarning hayotining sutini yuqori ko'tarish uchun izlanmoqda. Shundaqla meditsina tadqiqot markazlari bu kasalni bayqashda yangi texnika ijod qilish va hamda bemorlarni unumli davolash jihatlarida nurg'un odam kuchi va moliya kuchi sarf qilmoqda.
Ölümning ko'zi yo'q, qari yosh, boy kambag'al, avliyo podsho deb ayrimaydi deydi cho'nglar. Bu gap bir anglamoqqa odamni taqdirchilikka undayotgandek ta'sir bersa, kasal boshqa, ajal boshqa degan so'zlar sabab olimining bemorga umid bag'ishlaydiganligini ifodalaydi. Bizda yana kasalni yo'shirsang o'lim oshkora degan gap bor. Shuning uchun sut bezi raki giribtor bo'lganlar vaqtida tadbir qo'llanganda bu kasalni tizginligida saqayt qilib bo'lganligiga ishonch bog'lash kerak. Bu kasalga giribtor bo'lib qoldimmikin deb tashvishlanganlar kechiktirmayli doktorga ko'rinib o'zini behuda g'am yoki keyingi pushaymondan soqit qilish lozim. Ochiqini aytganda, o'snigol salomatlik ishingizga diqqat qiling. Ya'ni salomatlik ishingizga kelganda siz cho'qim dadil ham astoydil bo'lishingiz kerak. Sut bezi rakining andishsiz yashayman deydigan siz cho'qim amaliyot yuzining, o'zingizni tushuning, sog'lomlik bilimlarini o'rganing. Qisqasi o'zingizning eng dastlabki va eng yaxshi doktori bo'ling. Sut bezi raki mutaxassislari o'zida sut bezi raki bo'lib qoldimmikin yoki bo'lib qolarmanmi deb tashvish tushib qolgan xonim-qizlarga ko'krak sog'lomligiga diqqat qilishni, ko'krakning normal qiyofini bilish va tushunishni tavsiya qiladi. Sut bezi rakini burun bayqashning bu kasalni davolashda muvaffaqiyatga erishishga roli nihoyat cho'ng bo'lganligi sababli ko'krakni qarorlik holda mammogram yoki boshqa usullar orqali tekshirib turishning muhimligini ta'kidlaydi. Sut bezi rakining eng ro'shan ifodasi ko'krakda qadoqchining paydo bo'lishi. Og'ritmaydigan, g'alit xirlar bo'lgan qadoqchining rak bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lib, ammo ba'zi yumshoq va yumaloq shakldagi og'ritgan qadoqchilar bo'lishi mumkin ekan. Mubada ko'krakda shunday alomatlar ko'rilsa, cho'qim sut bezi raki mutaxassisiga tekshirtish, hargiz beparvolik qilmaslik kerak. Mutaxassislar yana sut bezi rakining tuvandagidek alomatlari borligini o'tirib qo'yishgan. Ko'krakning hamma yeri yoki bir qismi ishigan bo'lsa, ko'krakning terisi qichishsa yoki zinoqdak cho'kish bo'lsa, ko'krak yoki ko'krak to'pchisidagi ma'lum o'rinlarda og'rish bo'lsa, ko'krak to'pchisi ichiga qayrilib qolsa, ko'krak yoki to'pchining terisi qilinishib qolsa yoki qizarib qolsa, ko'krak to'pchisidan sutdan boshqa suyuqlik eqib qolsa, sut bezi rakidan gumonlanishga bo'ladi. Bu alomatlar ba'zida sut bezi rakidan boshqa sabablar tufaylidan ko'rilishi mumkin, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, yuqoridagi alomatlar ko'rilganda cho'qim doktorga ko'rinish kerak. Har qanday ayolning sut bezi rakiga giribtor bo'lish ehtimolligi bor. Garchi bu xil ehtimollik ba'zilarga to'van, ba'zilarga yuqori bo'lsin. Tadqiqotchilar sut bezi rakiga giribtor bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan ayollardagi xavfni yo'qotish va tuvaldirish uchun nurg'un tadqiqotlarni ilib borgan bo'lib, bu maqsadga yetish uchun hormon orqali davolaydigan ikki xil dori tasdiqlanib o'tgan. Bu ikki xil dori sut bezi rakiga ham davo bo'ladi ekan, ham uning oldini oladi ekan, lekin uning muayyan aks ta'siri bor ekan. Yuqoriqilardan boshqa yana har xil dorilar kashf qilinmoqda ekan. Masalan, yaqinda Neratib degan dori Amerika yemak-ichmak va dori-darmokni boshqarish idorasining bozorga solinsa bo'ladi degan tasdiqini o'tdi. Albatta, bu sut bezi rakiga giribtor bo'luvchilar yoki shu xil andishida bo'luvchilar uchun cho'ng xo'sh xabar. Men bu dorini kashf qilgan asosli tadqiqotchi olimdan bu dorining roli haqida so'rganimda, u bu dorining sut bezi rakiga giribtor bo'luvchilarga shifo bo'lganligi va sut bezi rakining qayta ko'klishining oldini olganligini aytdi. Tadqiqotchilar yana omega 3, mayliq kislota, vitamin B6 va vitamin D qatorliqlarning sut bezi rakiga davo bo'lganligi haqida muayyan ijobiy qarashlarni o'tirib qo'yishmoqda. Albatta, xonim-qizlarimiz uchun sut bezi rakining oldini olish intayin muhim. Lekin navbat giribtor bo'lib qolgan taqdirdami, umidsizlanmaslik, cho'qim davolatish, saqib ketishga ishonch bilan qarash, hayotni so'yib muhabbat bilan yashash intayin muhim. Hech amal bo'lmaganda hatto ko'krakni operatsiya qilib elitishga to'g'ri kelgandami, uni qildirish kerak. Chunki kishi hayot bo'lganda qilmoqchi bo'lgan ishlarni qila oladi. Hollywoodning go'zal kino cholpini Angelina Jolie'ning opisi sut bezi rakiga giribtor bo'lgan bo'lib, Angelinaning genida hayotining ma'lum bosqichida bu xil kasalga giribtor bo'lishining 87% ehtimolli bo'lgani uchun u operatsiya orqali ko'kraklarni olg'izib o'tgan. Bir sahibjamal cholpani uchun bu qarorning nimadan derak berdiganligini o'qirmanlar cho'qim tushunadi. Hatto o tish og'rig'idagi kichik ish bo'lsa-mu, har qanday kasalga vaqtida e'tibor bermasa, tragediyani keltirib chiqaradi. Shunga ayollar yoshligidan boshlab bu jihatda o'z badanidagi o'zgarishlarga diqqat qilish lozim. Bu yerda shunday bir narsani nazardan saqit qilmaslik kerakki, rak kasalligiga giribtor bo'lgan har qanday bemor ximiyalik va radioaktiv davolanish jarayonida muayyan aks ta'sirga uchraydi. Har bemorning yeshi va boshqa sog'lomlik ahvoli farqli bo'lgani uchun o'xshash shaklda davolangan kishilarga bo'ladigan aks ta'sir o'xshamaydi. Shuning uchun bemor har qanday davolashni qabul qilishdan burun bu ahvolni tushunishi va qabul qilish kerak. Rak kasalligini davolashda ko'p uchraydigan aks ta'sirlar tuvandagidek.
qanazlıq, iştahının tutuluşu, içki əzalarının qan keliş, çoğ tərət ravan bulmaslıq, iç sürüş, arğınlıq, çaç düşüş, yallıqlanış, zihnini yığalmaslıq, ağız və kana yolu məsələləri, baş qiyiş və yanduruş, nervi məsələsi, ağrıq, cinsi və hamildarlıq məsələsi, teri və tırnaqның sübtinin özgürüşü, uyğu yaxşı bulmaslıq, söydük və börək məsələsi. Növbətdə rak kasalliklerini cümleden süt bezi rakını davalashda qo'llanayotgan o'lchamlik usul g'arbcha davolash, ya'ni ximiyalik va radioaktiv davolash bo'lib, ba'zi mutaxassislar buningga yondosh holda sharqchi davolash, ya'ni uvlab davolash, yengli bilan davolash, tayji gumps o'ynash va ko'k choy ichib berishning unum bo'lganligini qayd qilishdi. Yana ba'zilar g'arbcha davolashning badandagi zahrini tozalash uchun ximiyalik o'g'it selinmagan har turli organik mevalar va ko'ktatlarni ham yana meg'izlarni yeb berishni tavsiya qilishdi. Şuna yığılman qara ko'z, faqat bexastalik va umidsizlik tufayli bu kasallikning oldini olish va davolashning fursatini qo'ldan berib atmasangizlar, bu sabab olimida sizning kasalligingizga shifo topiladi. Oxirgi so'z o'rinda. Men yana bu kasalligingizga shifo bo'ladigan yana bir dorining yeningizda ekanligini eskartib qo'yay. U bo'lsa-mu qarqashli yigitning sizga bo'lgan ko'yinishi, mas'uliyatchanligi, vafodorligi va bularga qanot bergan so'ygusi. İnsanlar ara işenç, aqida, haqiqiy muhabbat, nurg'un kasalga shifo bo'ladigan, önümlük va aks ta'siri yo'q bo'lgan tabiiy doridir. Shunga xo'shal va azar yashang. Men sizga sog'lom